farzandini urib tarbiya qilayotgan onalar, farzandingizni shu 3 muammo kutib turibdi. Birinchi muammo: bola miya rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Bu nima degani? Urilgan bola fikrlashga o'rganmaydi, u doim qo'rqishni boshlaydi. Keyinchalik bu uni diqqat yetishmovchiligi, o'qish yozishdagi qiyinchiliklar va nutqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Ikkinchi muammo: bolada emotsional uzilish bo'lishi yoki agressiv bo'lib qolishi mumkin. Ayrim bolalar urilgandan keyin agressiya ko'rsatadi, boshqalari esa ichiga yutadi, lekin bu ona bilan emotsional bog'lanishni uzoqlashtiradi. Uchinchi muammo: siz o'z farzandingiz bilan shunday munosabatda bo'lsangiz, atrofdagilar ham sizni farzandingiz bilan shunday munosabatda bo'lish mumkin deb hisoblashadi. Siz uchun farzandingiz xulqida nobob hisoblangan xulq uning o'ziga xosligi, temperament xususiyatlari bo'lishi mumkin. Bolalar o'z fikrlarini yetarli darajada